Trapetskiy dushlarimiz keldi. O'sha knopkali variantda, knopka orqali boshqariladi. Narxi 250 ming so'mdan bo'tdi. Tahorat uchun, kafeli chayish uchun pistoleti, lekasi, trapetskiy dushi bor. Bo'yi 1.30 sm gacha ko'tariladi. Geliy shlankida narxi 250 ming so'm. Xuddi shuni tabloli varianti bor. Tablosida suv gradusini ko'rsatib turadi. Undan tashqari podsvetkasi bor. Geliy shlankada, bu degani обычный kapronoviy shlankadan ko'ra 2-3 barobar mustahkamroq bo'ladi. Qayilib suv yorib chiqmaydi undan. Pistoletlari bor. Lekalari ABS plastikdan, bu degani qo'lingizdan tushib ketsa ham sinib ketmaydi. Tepaga pastga regulirovka qilsanglar bo'ladi. Lekasi ancha katta. Narxi 350 ming so'm bo'tdi bu tabloli variantini. Buni latonoviy korpusli varianti bor. Uni ham tablosi bor. Narxi 750 ming so'mdan bu. Pistoletlari nerjivekadan bo'ladi. 2 xil funksiyada sepadi. Bu ham geliy shlankada. Kelasizlar, do'konimiz Gumbaz bozor, S46-magazin. Unitaz, vanna, aksessuar, rakmina, hamma assortimentlarimiz bor.